Assalomu alaykum jigarlar. Bugungi videomizda men YouTuberlar sharti videosining ikkinchi qismini olganman jigarlar. Albatta videoga like bosib, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Bu videoni olishga ancha vaqtim ketgan. Albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Let's go. Aytgandek Auraxon bizga shart berdi va esa Titan Titan o'zim bor edi bizda. Chunki 5 ta YouTuber bor edi bizda. O'shanga ana unaqa yo'q. Ya'niki 3 ta odam bizga yana shart berdi. Keyingi Deston ana o'shanga bizda Titan javob o'qidi, javob bermadilar. Endi ishlar ko'pdir. O'sha bizda Deston ham bor edi. Deston ham aytganimdek javob bermadilar, o'qidilar, lekin javob bermadilar. Mayli, lekin javob berganlarga sizlarni ham shartlar ham qilardim. Bizning birinchi shartimiz bu jigarlar, videoni mana shu yerga ko'rgan bo'lsangiz, Busterjon bilan Felix nima shart bergan bo'lsa, oxirida ko'rsatdik. Auraxonning shartlarini birinchi qilamiz va keyin nima qilamiz? O'shanga survivalga o'tamiz. Va mana biz survivalga ham o'tdik jigarlar. Aytgancha Auraxon sizlarga shartini ko'rsatmaydim, aytgancha mana ko'ringlar Auraxonning shartini. Qishloq topib galemni o'ldiring. Nuka normalniy shart. O'tgan safarga drakonni o'ldirib yuboring demabdilar. Birinchi qismda ko'rgan masalan, drakonni o'ldirish vashshi qiyin bo'lib ketdi menga. Mayli, endi ketdik. Qishloq topamiz va galemni o'ldirib yuboramiz. Onasini emsin. Qatoqtaylar mana shu. Anoda alamim bor. Onasini chiqarib ikkinchi o'g'ildan ko'rsam, Beaqqa, qaq qo'chibsan. Hozir eshik bo'lasan menga. Ishonmaysan, Beaqqa. Hammang qirilasan. Mayli, becharalarga rahmim berdim albatta. Mayli, ketdi jigar. Uy quramiz. Hozir mana birinchi qismda Busterjon bergan shart. O'sha normal. Va ana entimiz ham turibdi. Mayli, ketdi. Yugurib. Qayerda qishloq bor endi bu yerda? Qishloqni qilyapsiz deganlar uchun hozir bu yerda qishloq topish problema albatta. Qishloqda galin bo'lmasligi ham mumkin. Uni ham o'ylashga ko'rishinglar mumkin. Biz yana ketdik. Qishloq topish albatta problema, chunki ular survivalda o'ldiring deb. Stopollar. Shuncha mehnatimizni qadrlash uchun obuna bo'lib qo'ying. Iltimos. Masalan uchun shuncha harakat qilyapman. Bu videoni montajiga ham ancha-muncha vaqtim ketadi. Preview qilishiga ham ancha-muncha vaqtim ketadi. Iltimos, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Iltimos, mayli. Obuna bo'lish ham mayli, onasini hech bo'lmasa like bosib qo'yinglar. Ko'rasizlar, men sizlar uchun даже hali 20 ta like degandim. 20 ta like qilmasinglardan oldin mana shu videoni chiqaryapman. Sizlarga ko'pchilik yoqibdi, даже Felixga yoqibdi. Felix даже bu videoda yo'qligi uchun Felixga yoqibdi. Mani mana shu videoda 45 ta obunachi qilsam shu darajamga o'xshab davaydi. Uy quramiz bo'ladi. Bitta qo'shiq qo'yaman jigarlar. Sizlarga yoqsa albatta, mana shu tilimga yopishib qoldi, ketdi. Забери меня и прикури Мальборо. От твоих духов сердце растаяло. По-любому нам солнца не хватало. Нож покороче, ай дня с тобой мало нам. Забери меня и прикури Мальборо. От твоих духов сердце растаяло. По-любому нам. Onasini esa mana hoy topdim jigarlar. Qiynalib ketdim. Ishonmaysizlar, hamma vashim personajga rahim kelib ketdi. Oyog'i og'rib ketgandi. Eshikni ochib qo'ydim, yopib qo'yamiz. Даже mana shu qishlog'im kirishimni xohlamayapti. Ketaman men. Hashim video olmayman. Pashonna. Ketin. Bu qishloqda galem bo'lsin-da, ishqalab yana boshqa qishloq qidirmaylik. Qani. Galem. Mana galem ostotela. Zabir meni berkini mana qilib bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta olib olamiz. Endi даже mana shu shartga ancha-muncha vaqtimiz ketib qoldi. Hozir endi buni onasini emsin. Mana uzr jigarlar sal anaqa bo'lyapti. Odam sabr qilyapti. Zabir meni berkini mana deydi. Xo'sh, mana shu yerga olamiz-da. Hozir endi borib urib qochib kelamiz. Sekin boramiz-da. Sekin emas endi albatta.
Telemanda chatta bug bo'lyapti. Ana bo'linganimcha to'g'rimi? Yo, what the fuck? Neyse mana garaj ketdi. Ketdi. Qoch. Uzoqroq. 1 2 3 bo'lgan. Vurdingmi? Kim yaptı? Hay bile çocuğa şunştiriyle qilyapti-da. Damla var kimde tushgandan keyin yugurib kelayotgan bor. Qo'limga ushlab olyapman ana. Zabir meni urdimmi? Bu hech narsa qilmayapti-ku. Bu nima? Bu nimaga? Hech narsa qilmayapti. Nasıl emsiz mayl uramizda. Yo'q, qanaqadir xiliya ishlatmayapti. Chunki oxirimda urdi. Bitta jon qo'yib ne qo'yasiz menimi? Uyingizda o'tirib, mana mayli. Bizga so'rab oldi. Buni urib, lekin to'shna urdim bilaman. Chota urmaydigan o'xshayapti. Maylilik oxiri urib qo'ysa endi. Bilmadim. Telefon sonay qo'ydi. Mana shuni qo'yapti, lekin o'ylashim kerak. Mangrab, iltimos qotmaydi, mana o'ylab olayapti. O'ylandi ya. Men qo'lda o'ldirish qiyin ekanda. Manasi inson o'zi izzat solib qo'yadi. Menga qo'shni qo'yiladi. Burg'u yomg'irdan qo'yapti mana. Iltimos o'yl. Mana yurib bo'ldi qilmash yo'q ishlatmayman. O'yladim, to'shna o'ylab, oyog'iga zarb tepib yo'q oyog'iga. Anja chapalar, davay, o'l. Ursang ham mayli, o'ylashang ham mayli, o'l faqat. Ana va nihoyat o'l onasi deymiz. Avron sizga ham shartingiz bajarildi. Mana 4 ta anaqa berdi. Endi mana sizga berib qo'yamiz garaj. Bo'pti. Endi Ustarjon bilan Felix shartini bajaramiz. Ketdi. Va mana biza anoni ham Ustarjon ham shartini Ustarjon va Felix shartini bajaruz. Jalla ketdi. Короче, mana Minecraft editiyunna hududiy bo'ldi. Garaj shart bajarildi. Albatta, hammaga xayr. Bu shartimiz en oson bo'ldi. Mayli, hammaga xayr. Minecraft 3-qismini kutmanglar. Pashon. Albatta, hozir oxirgi gapim 3-qism uchun albatta obunachlar endi shart qo'yishim kerak albatta. 20 ta like qilib berishinglar kerak. 3-qism bo'lmaydi albatta. Admin bo'lishi ham mumkin. Albatta, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr. O'sha mashhur gapni aytmasam, ko'nglingiz tinchmadi, mayli, ketdi sizlar uchun. Obuna bo'l.